Sizlar bilan proktolog Shirinov bilaman. Qisqacha ma'lumotimiz sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan Dolxokolon kasalligi yoki Dolxosigma kasalligi deb eshitiladi. Dolxokolon kasalligida qanaqa operatsiya qilish kerak shu haqida ozgina. Mana hozirgina operatsiya qilib chiqdik. Salkam 3,5 soat davom etdi. Laparoskop yordamida yog'onichakni to'liq olib tashlab, ingichkichakni yog'onichakka ulab qo'ydik. Dolxokolon kasalligida. Xo'p, Dolxokolon kasalligini avvalgi videomizga ham aytganmiz, bu ich qotishi bilan namoyon bo'ladi. Bemorlar 9 kun, 10 kun, 19-20 kunlab chiqmagan bemorlarimiz ham bor. Majbur bo'lib ular glitserinli svecha yoki boshqa xil svecha tozalovchi klizmalar qilib hojatga chiqib turishadi. Sababi yog'onichakni nerv apparatining buzilishi, yog'onichakdan axlatni tranzitining sekinlashishi va boshqa xil ko'p turli xil sabablar natijasida yog'onichak o'z funksiyasini bajara olmay qoladi, natijada kengayib ketadi. Bu kasallikni Dolxokolon deymiz. Dolxokolon kasalligining 3 ta bosqichi bor deb aytdik. Kompensatsiya, subkompensatsiya va dekompensatsiya degani. Oddiyroq qilib aytganda, dekompensatsiya degani bu bemorga hech qanaqa surgi dorilar foyda qilmaydi, dori-darmonlar foyda qilmaydi hamda bunaqa paytda faqatgina operatsiya talab qilinadi. Chunki bemor 9 kun, 10 kun, 15 kun, 20 kunlab hojatga chiqa olmaydi, klizma orqali chiqishi mumkin. Boshqa payt chiqa olmaydi. Shunaqa paytda operatsiya qilinadi. Men aytmoqchi bo'lganim, qanaqa operatsiya qilinadi? Bu yog'onichak kasalligi, yog'onichak kengayib ketishi bilan davom etadigan kasallik. Ayrim payt boshqa joylarda operatsiya bo'lgan bemorlarni ko'ramiz. Dolxosigma tashxisi qo'yiladi, faqat sigma-simoy ichakni o'zini kesib olib tashlash. Mana bugungi bemorimiz ham Respublikadagi yetakchi klinikalardan birida operatsiya bo'lib kelyapti. Operatsiyadan oldin ham ich qotib yurgan 9 kun, 10 kunlab. Operatsiyadan keyin ham ich qotishi bartaraf bo'lgani yo'q. Chunki nimaga deganda yog'onichakni faqat bir qismi olib tashlangan, sigma-simoy ichak qismi olib tashlangan. Qolgan qismi ishlamaydi. Natijada operatsiyadan foyda qilmaydi. Mana bu yerda sxematik ravishda ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu taxminan mana shu yog'onichak, mana bu ingichkichak, bu yerda ko'rchak joylashgan. Ingichkichak bu yerdan kelyapti. Mana yog'onichak kengayib ketgan, kattalashib ketgan. Bu yerdan anal teshiga qarab ketadi. Dolxokolon operatsiyasida u laparoskop usulida bo'ladimi, ochiq usulda bo'ladimi? Mana shu yerdan boshlab to'liq yog'onichakni olib tashlashimizga to'g'ri keladi. Mana shu qismgacha. Sigma-simoy ichakni to'rtchakka boshlanish qismigacha olib tashlashga to'g'ri keladi-yu, keyin mana bu kesib tashlangan qismi, mana bu ingichkichak olib kelib bu yoqqa ulab qo'yiladi. Bunday olib kelib bu yerda anastomoz qo'yiladi ichak bilan birga. Axlat to'g'ri ichakka tushadi, undan ich qotmasdan chiqib ketadigan bo'ladi. Mana shundagina bemor kasallikdan qutulishi mumkin. Yog'onichakning bir qismini kesib olib tashlasak, misol uchun mana bu yerda yoki mana bu yergacha olib tashlasak, bu qismlari qolib ketsa, operatsiyadan ma'no ham yo'q, foyda ham yo'q, naf ham yo'q. Aynan bugungi operatsiyamizda shunaqa holat bo'ldi. Qaytib to'liq yog'onichakni hammasini olib tashladik. Xullas, Dolxokolon kasalligi shunaqa. Juda bo'lmagan holatlarda biz operatsiya tavsiya qilamiz. Hamma vaqt ham operatsiya qilinmaydi. Boshlang'ich bosqichlarida dori-darmonlar, ishni yumshatuvchilar, turmush tarzi, sog'lom turmush tarzi deydi, suvni ichish va boshqa dorisiz davolash usullari hamda qo'shimcha dorilar bilan davolash natijasida ich kelishini me'yorga keltirsa, operatsiya shart emas. Operatsiya qachonki qilinadi? Qachonki hech narsa foyda qilmagan taqdirda. Shunda ham operatsiya qilganda to'liq oxirigacha qilishimiz kerak. Chala qilinsa, operatsiyadan foyda bo'lmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Opsiyaniyada yana yozib qoldiramiz.